Assalamu alaikum, hürmetli cemaat, devamlı hoş geldiniz. Bugünkü faaliyetini Şivsiye Uygur Mağarip Uyuşması, Şivsiye Teklimakan İslam Medeniyet Merkezi ve Şivsiye Uygur Relief Yardım Cemiyeti 3 teşkilatının hemkarlık olunu başlashılan Barın İnqilabının 29 yıllığını hatırlaş ve şununla birlikte Türkiye'de ikamet kılıp turvatkan xeyrinişimiz Ceza Lagerinin tirik şahidi Ömerbek Aliyekerenişimizdeki bir yege Şivsiye'deki parlament taşkışlardan görüş münasibeten kelgen münasibeten bir köpçülükten özünki bişini keçirmişten ortaklaşmak için iki faaliyetini tam ötküzüş aldı Türkümüz. Emmanla bugünkü faaliyet hoş gelipsizler. Allah acıratkan vaktanlarga, baskan kadınlarga köp ecir versin. Faaliyetimizde başlaştan birinci kademede kardeşimiz Yasin Qari Ustazını Kur'an tilavet kılıp açılışını kılıp verişini teklif kılımız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم أحصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم. Kardeşimizden Allah razı olsun. Hem de seknege Ceza Lagerinin tirik şahidi kardeşimiz Ömer Bakal'ın teklif kılmış. Merhaba. Assalamu alaikum, muhterem cemaatler. Bugün sizni hem beni tirik müşahede yüzleştirgen Allah'a hem senalar olsun diyeyim keledi. Ben aslında bir sırayla Kazakistan'da yaşayatkan bir vatanda doğulgan, yani 70. yılı Turpan vilayetinin Piçanayası'nda doğulgan bir insandım. 93 Üniversitesi'nde Beycan Üniversitesi'ndeki mehmanxanını başkuruş, yani iyilik başkuruş kasbini tutturup Beycan'da 4 yıl hizmetli bulup, onun için Qarmayga kelip, Qarmayda hizmetlerde bulup, 2006 yılı bu bizdeki bu vatanimizdeki özümle anlamda köygендek, tengsizlik, dini besim bolsun, hizmetlerden en yaxşısını olar özleri elip, en naçarını bizge kaldırıp, her xil muşuna besimler sebebiden 2006 yılı ben Kazakistan'a köçüşke mecbur buldum. 2008 yılı vatandaşlığını Kazakistan vatandaşlığını aldım. Çünkü bizim Kazakistan'dan Kazak vatandaşlığa siyasetken taşı özümler birisiler. Şunun olan 2006'dan 2013'e kadar ben ticaretle şoğullandım. Yılda vatandaşlığa götürüp 5 qatdan malağılı varım, doluqtı qalan ki varım. Yıldan yılga biz kökendim mu
bir qiyin qıstaqlarning kelayotganligini sezib turadi ko'nglimiz. Ham ko'z ko'rib turadi ko'zlarimiz. 2017-yilgacha, 2013-2017gacha men sayt idorasida muavin direktori bo'ldim. O'zim Xitoycha, Ruscha, Qozog'cha, o'zga 3-4 til bilgandan keyin endi bazarimni ishlab turib charchab ketganman. O'zim yaxshi ko'rgan bir kasbni qilay. Demaklik bilan Tumar Talanis degan cho'ng sayt shirkati bor. Shu shirkatda xizmatda bo'ldim. 2016-yilda bir yig'in bo'lib, u yerda bir 7 kun bo'lib, keyin qaytib kelibman. Urumchida 7 kun to'ldim, Turpanda bir 10 kunlik to'ldim. Shu vaqtlarda qarasak, butun jamiyadan oldi bo'lsin, oshxona, do'kon, magazin hamma yerni tekshirishda, nega vasangiz kimning yo'lidan o'qimsangiz noma'lum holatga turibdi. Ham xudoylik urush bo'lgan holat kelib ketgandek holatga shu vaqtni o'zida. 2013-da men ba'zi vaqtimdami, bir haftalik o'qish, bir oylik o'qishda xuddi maktabga borgan o'xshash. Shu asta-asta shu planni 4 yil va 5 yillik planni qilib turib, xalqni bir sinab taqadi, buni qarish qanday degan maqsad qilib, uni siz qilibdi-da, buni mening inim hatto bir oylik o'qib turib keldim aka deb degan 2016-yil shu vaqtda o'zida. Shu 2017-yil bizning Expo Astonani o'tkazdik, Astonada. Shuning bilan Urumchiga yig'in taklif qildi bizni 2 kunlik. Shu Shileydan Dajudiyanda mehmon saroyida 2 kun yig'inni tugutib, to'xtamlar qo'lni qo'yib, chiroyli mehmonlarni qanday kutirish, uni so'z hamma tugutib qo'ygandan keyin men bir kunga ota-onamni yo'qlash uchun Turpanga bordim. 2 soatlik yo'l. Men yurtdan kelganlar hamma bilasizlar. Xatma-xat tekshirish, xuddi tamojni oyoqqa qo'yib qolsin. Biz tamojni bilan tekshirilmaymiz. Ma o'ttiroqda shahardan shahar kirishda, shahardan yezib nahiya kirishda butunlay shu xuddi tamojni o'ta qattiq tekshirishlarda shunday holatda. Shuni 9 soat deganda soat 11, kech soat 11 da uyga yetdim. Shuni bo'ldi shu yetib qoldim. Ertasi soat sahar soat 10 da 5 soatcha yugurib kiriblar. Shunday qo'lga olamiz deydi. Nima qilgan jinoyatimiz nima qo'lga olasiz desam, bizga buyruq keldi deb. Tamojni tutmaysa desam, ammo deb to'qatlatim ishim kuydi. Ota-onamni ko'rib chiqdim. Ko'zini seliblar. Sochxonaga olib ketdi. Bu yerdan pasport, telefon hamma narsani musofaha ilib olib shuni qarqalta bilmayman. Ammo o'zim bilib turdim, pichanni ekitib bordi. Men pichanni go'shtin qarishqida tug'ilgan. Pichanni ekitib bordi. Pichanni abrib to'xtab mangan yerlari kirgan doktorxonalargacha o'zim bilib turdim men. Bu doktorxona boshlig'i bilan savodashim. Qattiq og'riq beshimdan qarqaldim. Rasiyaqsam ishdan setga tas qoldim men. Bu bütün bedenini tekshirib, bilakdan qon, böğrek, jigar ham tashlamaysiz qolmadi. Cho'chib ketdim, ya Alloh, ma eshikni meni qarab turib so'ydi deganda, ichimda duo qildim, ey Alloh, meni iymonim bilan agatgasan deb duo qilib o'tirdim. 2,5 soatda tekshirib olgandan keyin sochxonaga olib nimaga? Qamoqxonasiga olib butumizga ot eshak solgan bir kishi bor. Shuni saqlan ichi kirgizib o'tdi. Kichik kirsam degan chash-pashni tushirib o'tdi, taqirvash qilib. Agar nima qilmadi kirsam degan butun qarindoshlar hammasini tutadi kishi, ot eshak solgan kishi. O'z siz nereden keldiniz deb, men mashina Qozog'istondan keldim. Sizin nima jinoyatlar bunda bor? Meni shu jinoyatni bilmaymiz, sizning jinoyat desam, shu bizning hech qanday yo'q. Ba'zan juma namoz o'qigan va yoki janoza qatnashgan, din o'qigan, ham ba'zilar puldor, hatta muallim, har sahar insonlar Turpan o'zidami? Shunday bo'ldi deb siz so'ramayga qaranglar. Uni akirib oladi, oylab so'rab yo'q. Kirish va chiqish yo'qda. Men bu o'sha pichani yetib ketdim. Suva, o'l, qorong'u, 40 ta inson bormi biz. 8-kuni qaramaydan saqchi kelib, shunday yalab putqulimiz zanjirni silib minasda mumkin. Ishonmaysizlar. O'sha zanjir putqulni qo'lga soladi. Buni suratini ko'rgan bo'lish mumkin. 7 kilogram, mavzu 3 kilogram zanjir, mushniki yana bir hissa qalin yo'g'lan zanjirlar 7 kilogramli. Butun arlarga. Mashinada parxodini ko'tarib qarmaygat ba'zi qarmaygat bo'lgandan keyin 4 kech kunduz shu yo'lovchi o'rindig'imi to'g'risida asandu shu holatda butunlay qiyin qistab elib nima deysan, nima qildirmoqchi desanglar, sen davlat parchasiga o'ringan, terrorlik tashviqot qilgan, terrorlik tashkillagan, qanot ostiga olgan deydi. Hey, hozir sizlar Amerikadan qochmaydigan taraqqiyotga ega to'sanglar. Mening bu ishpiyon qildimmi yoki so'z qildirdimmi, parchalık kirdimmi, terrorlik qildimmi, nima qildim? Men ham tomosha o'tgan tab hamma yerda video,
Mehmanxona tizimlaysan, telefon numarasini saqlasan, bizim pasport olamiz. Nerede turib hemen 2 minutda berasizlar sizlar. Bunda qilmasanlar bo'lmasin. Ya, sen zaten mesele var tabii şu. Çünkü şimdi qiyin saqlab oldi. Nima dedim, o'tirib bo'ldi. Men hech qanday ishim yo'q meni. Desiniz yana onu sonra, bunu sonra, bekilib da yana şunu so'raydi. Qiynab beri qarg'andan o'tirib, "Daftar san tugmadimmi?" deb. O'zining oldimda qog'ozi var. Bütün jinoyatlarni yozib yotgan. Bizning umr tarixini bir varaqqa qolgan hammasini shu o'zlari to'qib chiqqan narsalardan. Sen kimdan yo'l solding? Suriya kimni avatding? Chet el Yevropalar kimni sevatding? Turkiya kimni sevatding? Qozog'istonda qanday insonlar bor? Cho'njida nima bor? Almatıda kimlarni bilasan? Qahramonni tanamsan, endi bizni tanamsan? Shunda savollar. Men dedim, men unda hech qanday ishlar, butun tijoratda yurgan odam, saytida ishlayotgan bizniki deyilgan odam shunda jib. Adasiga qahramon shunda qiyinchiliklarni axirishni qildira olmay, yana tekshirdi doktorxonaga. Endi so'yildiga o'xshaymanda. Bunaqa tayoqni yeb, odam bir yarim soatlarda qattiq qiynaldi ekan, vaqirab, chayqarab zulmdan. Ussab, shu buni tashqan kirib qolgan bo'lsa biladi, bo'lmadi vatgan narsani. Shu ussab ketilgan odam. Tayoq o'tmas bu degan ekan. Va badaningiz ko'gilmaydi. Keyin o'zimniki birga yotgan kamerada nimadan Misr do'kon qarindoshlarimizni akirib qiynalgan ishga bola bor. Ko'gilmaydi. Badan deganlar chiraydigan bunda ishi futbol degan urib edimay, tatbiqlab etevatgan urgan qiyin qislar. Tirnoqni o'ttirib tiqayotgan bizdan tiqayotgan da zaten nima o'rganding sen? Faqat shuni o'rganding, yatirib qanday maqsadlar, nima ishlarni qilmoqchi bo'lib plan qilayotgansizlar. De. Hatta insonning jinsiy azobtiqdan qidirinma bir-biridan. Shunda endi og'zingizga kelmaydi. Mashi usullarda. Buni tashqan kirib qolgan insonlar biladi buni. Biz bunda desak, ular hikoya aytadigan yo'q narsa o'zi reallikda deb o'ylaydi. Amaliyot uyning ichida, yarasida hamma narsa bor. Eng og'ir zulm bor. Shundan chiqqandan keyin yana bu so'roq tugar amalga oshiramadimi? Yana tekshirdi, yana olib qarmaylik lagerga tashladi. Kiyim qalsa hammamizga seriq Guantanamo turmagida kiygan o'sha seriq kiyim, hammamizning qo'lda zanjir. Bu sen tuvalet borda ishlam, yemek yemay ham uxlamsa bu chat qo'yib. Men Qozog'iston vatanishi, meni bunday narsa taqash huquqim yo'q, men jinoyatim yo'q. Sen qozoqman? Dedi qozoq. Qozoq bo'lsang taqaysan buni. Sen o pasportdan ayda Qozog'istonga Amerikadan o'simi parvo emas palak bizni. Shuna kirsak 13 yoshdan 80 yoshga bo'lgan insonlar. Men qaramayda muallim deyotganlar. Diniy imomlarimiz, diniy zotlarimiz, ham cho'ng savdogarlar, hamma sahna insonlar bo'lmoqda. Eng asosiy jamiyat ta'sis kuchli bo'lgan, iqtisodiy kuchi bo'lgan, diniy ilmi bo'lgan, ham kadr bo'lgan, huquq tutgan yozuvchi, ziyolining yoshlarimiz qaramaydi o'zida, shunday inson tutdi. Boshqa ish qilmaydi. Sizning ashar shu 20 soat, 18 soat o'tdingiz-ku. Shunday shu kunishga o'zining siyosiy qonun nizomini yaratishga hamda ushbu kuchga qarshi turishda terrorga qarshi turish, bilni bilginchilikka qarshi turish, asabiy ideyaliklarga qarshi turish deb ushbu narsalar to'plab olgan. Sizning bu lager kampaniya kirishda boshqa narsa kerak emas. Sizning mashinangiz egasi bo'lsangiz, chat to'g'rilganda bo'lsangizlar, chatda tuqquningizning bo'lishi va savodashingizning bo'lishi, telefon aloqa bo'lishingiz, hatto pasport bizilgan bo'lishingiz, hammasi ular yetarli narsa. Saqal qo'ygan bo'lishingiz, juma namozi o'qigan bo'lishingiz, halol tomoq yemaydi, idoralar Xitoyning tomoq yemagan bo'lishingiz, общество yegan tomoqlarimizni. Ular aytadi, siz demakchi buni u yerda boshqa narsa yo'q. Uning so'zlaricha sen de şartıyorsan ilgisiman. Sen meni Qozog'istonlik bo'l, meni Qirg'izistonlik bo'l, meni Turkiyalik bo'l. Sen Turkmi? Yetishing kerak degan narsa bo'yicha uni deyiklik, o'zingizga deyiklik uni. Biz 7 chet el bilan birga boshqarmaydi. Turkiya, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Tailand, Malayziya, Qozog'iston, Tojikiston, 7 mamlakat insonlar birga hammamiz ayrim-ayrim kamerada mashina holat yetishdik. Her cuma günü işlemsemler çocuk güçlü tamamını etip yapakalı bakın o kolonlar şu vardı görüşün pişirdiğin Müslümanın töküp kulaşı araştırıp ve uşağın göçünü benim başına vicdanımızda doğraydı araştırıp çocuk güçlü mecburi. Mecburi yiyesiz. Siz yemeğime de deseniz nurgulu öyle bir ket kalmaydı.
o'ltirdi. Biz dinimizni, tilimizni saqlaymiz desa, o'limni boshqa qutulish yo'q bundan. Shu holatda. Yujinamaysiz, zanjirman satib taqapasam bo'ladi, bir qo'lingiz aram qotadi miyaga. Buning shu putni ostidagi shu ashunda holatda kiyim shishib yuvinish degan narsa yo'q. Aslida turmada ittifoqlarda 12 odamlik turma bo'lgan bo'lsa, uni o'ylab boqing 40 dan 50 insonlar uzib etsa, atamda 10 necha o'ri turdi, 2 soatdan 3 soat uxlab qolmishib, shunaqa uxlaydigan gap shu holatda. Onun ichidagi qarindoshlarimiz hozir shuni tunib yetdiki, mana shu o'z ko'zim bilan ko'rib keldim, mayli qozoq, mayli uyg'ur. Burun hammasi chetdagi bayagi vatanimdagi musulmon saqoflarni tillagan bo'lsa, shularning ta'sirini biz mushkun qilgan deganlar bo'lsa, shu Rabiya degan xotin Amerikaga borib shu davron salmagan bo'lsa, biz mushkul ko'rmadik deganlarning hammasi hozir tushunib yetdi. Ya'ni Sharq Turkistonda tug'ilgan qozoq, uyg'ur, o'zbek har qandayniki bu zulmni ko'rishga tegish ekanligi, ya'ni Xitoy 2000 yil burungi uchun evat qilganini tunib yetdi bular. Endi onun ichida hamma shunday mustahkam bir niyat munosabatga keldi, ammo qarish qilish imkoniyati qat'iy yo'q. Chunki hammamizni birinchi jismoniy tarafga qattiq ezildi. Tamoqdan bir beradigan bir nonni, bir go'shning suyi, yo bo'lmasa karabshining suyi, yo bo'lmasa baklajning suyi, pideganning suyi sizni zaiflashtirish. Hem cismani hem ruhani. Biz bizi qarışdık. Şunu çilemesen biz qarışdık. Öldürfesek mi oldu sen terörçü? Siz bunu kolu götürüş emez. Eğrizimizde ben kımayman deseniz bu da yeterli olmasa terörçüsün. Hakikaten terörlü kalkmanı yüzüp durup sizinle hatta ülkemizde vermeye gerek olsa. Aslında bunun bu diyeni bütün beden taşışının məhsdi farkındalıklar soyulup tügep oldu. Bunu Allah'tan başka ilgisi yok, bunların Xudaydan başka. Biz o Xudaydan su kömüdük, hazır biz Xuda. Bunların tayyar bekarlık organını biz sassak hiç kim sormayırken demek qilib, şu işkirde kimnin deynesi oldu kelgen olsa, bütün seslerini ulaqdık. Bizde her günü bir öydü, bir 2-3 insan yo'qolib baybalab ketadi. 3 gün kelmese, içimizde dua qilib qolamiz xolos. Shu holatda. Hatta qarmayliqni bosib biladi. Biz turgan kampa, lager Köydirdiği 300 metre alaqda yıqıydı. Keyin anlamlar hazır her bir kampının atrafı bir naş uçakını saldı. Nemiş saladı? Onun için de mecbur qol qo'ydirib hazır. Bizdeki jestimizni qanday qilsak, o'lab ketsek, tasarrufi aqlab o'lab ketsek, nima qilsam mayli degan narsani. Hatto mening atam 76-80 qirqaga bir insonni o'ldirib, o'ligini ko'rsatmay, shehid qilib. Ashu onu aqta ekadimi, 46 ekadimi ekilibdi. 5 qurolli saqchi mecbur kelib kechdilar shu 9-mi 10'da kechidi kundirib o'tibdi. Mening so'ng qarmaydan 2 kuyuqlar bir mashinadan ushqanda berib basa, 10 milliardar bo'lganki, bir soat bo'lib olib kunbat qilibdi. Ko'radingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Hech kim ko'rmagan, hech kim ko'rsatmagan. Bundan bildim, mening otamni o'ldirib, kimgaligini. Nurg'un qarindoshlar bor. Bilmaysiz siz nega ketdi, nega testiklar hammasi hozir bizning qozoq qarindoshlarimiz davatida o'lim xabari yo'q, tutilish yaqin deb. Meni qo'qqan maslab qazaqdan chiqqandan to'xtab bir masalalarga asli keltiray. Atam degan, men Bejonga borman, bu nima degan nohaqchilik bu? Mushundaqmi zulm bilan bu insonga hech qanday gunoh yo'q inson hammaga bu zanjirlar bog'lashib atamni buni chidimdan emas, ichidim deyapman. Saqchilarga chiqqanda nima deydi? Seniki ishqon jinoyatga xato tutilib qolsa, Bejon borman deb sekanda qarmayda pulji, pulni olasa, lekin ota-ona ortiqlarini o'yla. Sen ularni ko'rman desam, ketton qilsa Qozog'istonga chiqadi. Biz 15 kun vizani beramiz. Deb vizani choplab, qo'lning pasportini berdi. Qog'ozni berdi, bu fanzi jo'ming degan narsani hammasini qo'lga berdik. Shu holatda. Bu hozir qarindoshlarimiz qilib men chiqqandan beri davatime atamni dedim, balam sen bu narsani yetkaz. Bu qatdan zulm ota zulm emas. Atam o'zi bir yozuvchi, ham bir siyosiy xizmat ishlagan pensiyaga chiqqan bir inson. Yusuf Asalanning organlari. Eminiy Tursun va yozuvchilar jamiyatining kelimlari ham mesela shu. Burun ziyaralar so'ralab o'tirsan, nima bilan qo'rqib o'tirgan deb ekanmi? Rahmatli Abdul Mutqoyatlarimiz bo'lsin. Yazgıçlar olsun, mesela şu otası asli şu milletniki tilini, medeniyetini, tuprağını qo'llash uchun ular shunday bir suhbatlarda bo'ladi ekan to'q.
Hazır özüm şu sahada yürüp hem düşündüm şunu. Atlarımız koylarını suyup başlap oturup çay kısa ama kıyarlarından dep oylap demekendim. Hazır ben Türkiye'de olsun, Kazakistan'da olsun, Avrupa'da olsun 60 hemen sonra da sohbetlerde bulup ama yıllarındaki aydın özümüzün bir çoğun müsbitler, rehberler, fidailer oturup sohbetlerde bulup endi düşündüm. Hazır başta zulümün özünde görüyorsa Kazakistan'da anlatılan ekan Uyg'urum uyg'ondi, Qozog'im uyg'ondi, hammasi uyg'ondi. Bu nimaning ta'sirida uyg'ondi? Abduxoliq nima uchun jadal yashtirib besilib ketdi? Millatim uyg'onsin, va tuprog'ini qo'ldirsin, o'zini qo'ldirsin, demakdan jadal besildi. Bu bilan o'tardimi shunda? Yaqin zamon tarixini so'zlaydi, buni qismi tarix so'zlamayli qo'yib. Hozir uning ichida nurg'un bizning olimlarimiz o'tirib o'zini xabarini anlayapti. Bu danlıqlarını anlamadınız. Adalet insanların hiç kimse anlamıyor. Anlamadan hepimiz ölüm haberi. Türkiye'de bizim 10-15 model Uygur kardeşlerimiz var ki aşağıda anlamadı, Kazakistan'da anlamadı, ölüm haberini anlamadı. Yani şunda bir eğer günde bizdeki erlerimizin kampta olsalar ekrep ayaklarımızı Xitaylarla yerleştirip koşmak tutman kılımızı 700 ileri gel Xitayla. Onda kılabazsa hatta bu kampın işçileri şu boysunlarda da ekrep kızlarımız ekrep namusunu tekip eğrayıp kıdırıvatsa, halkını öldürüvatsa, organlarını setevatsa ben Kazakistan'da cem yaşaş, bana haram. Ben Türkmen'in karızın suyunu içip özken bir hakik bulu süptüm bile ben bunun sükütü kalsam bu bulmaydı. Atamla razılığını bergen atam, balam sen çıkıp sözle. Hemen de bizge düşkün akıllıdır, bari bir yaşadığını yaşadık balam. Üçüncülük bu da zulüm, üçüncülük bu da balam sanki. Bir yerde sözüme ketip çıkıyor zaten. Ben çıktım, 15 gün özümü davaladım. Şu İran'da bunun yanında mektuptu, memleketten tas kaptı. Hem bizimden köyde onlar söyledim, şu eskili şah bu kalkanım. Ben o çünkü ustanın tarasasım 60 kilo ekledim benim. 115 kilo adamını ekilip 60 kilo alıp eskili şah aylandırıp koydu. Ben o söyle düşük altında yerden lagerden çıkıp 10 gün iken düşken söyledi. Bizim Kazak qarindoshlar qanday qarindoshlar, Uyg'ur qarindoshlar qanday qarindoshlarni tushunmay qoldik. Onun ichida undaqdan tukkan oldi buni. Hammasi shunday holatda. Ularning to'rt ko'zi o'sha muhojiratga Alloh sizlarni imtihon uchun o'sha rahat parag'atga akab qo'ysa, sizlar uni imtihondan bo'lmaydi. Turkdagi shuni dedim men. Sizlar nereden kelgan, nereden ketyapsizlar? O'ylanglar. 15 viloyat shaharga bordim. Shuni so'zladim. Sizlerge ne deyim biz sizlerden, ular sizlerden pul kütmeydi. Ya bir nan, rızık kütmeydi ular. Ya biz Kur'an yapıp vuruş bilenler, hazır vaziyette onu kötülemeydi. Vuruş mu kılamayız hazır? Amerika ve Rusya arasında bir sorun hazır demese, onu mu kılamayız? Ne mi kılamayız? Ahbirat sokuşu mu kılamayız? Benim şu derecede bugün de Cenev'de Xitay'da robro yüz oturmuş sözü diyalışımda nemenin gücü? Ahbiratın gücü. Ta Kazakistan tartılmış Türkiye'de hayatımda şundak deyiklik, video erzgi çıkınla, yazmış erzini yazınla, her birinde özünle yaşayatkan memleketteki Sırtqı İşler Ministerligiga, İçki İşler Ministerligiga, Prezidentga yazınla, video guvallıqni berinla. Hatta teşhidi busu mu? Ben hat alakamı üzüvetti. Ben bilmeymen ne hareketli bu da. Ben sizni puhrayımız, sizin başınızı tölevatım ben, sizin önünüzde yaşavatım ben, bu yerden bulun, bu sualını koyun. Anlatış gerekti. Bizim Kazakistan özüne kadar bütün ahbiratının kaynağı, bulağı boğan bulak, bütün müşterisetin sözlevatkan rehber, Sercan Bileş, 2 milyar dolar akçını Kazakistan hükümeti elip, bizim hükümet. Akarkanlar kıldı, hazır öykamaktı, avaz, hiç kandı avaz çıkarızmaydı. Şunu suikast qilish mumkin. Faqat Amerika va Yevropa parlamentidagi insonlar huquq tashkilotlariniki bismi bilan to'g'riliq. Atiyotni butunlay yetib tashladi. Hozir asli kaltada deydi, amaliyotda xalq qo'rqib ketdi endi. Endi burungiday holatda qaynagan buloqda qaynayolmaydi. Shu Almatada qaynaydigan buloq Turkiyada qaynash kerakdi. Stokholmda qaynash kerakdi. Myunxenda qaynash kerakdi.
bir tashkilot chiqib to'xtab turib, "Ey, men bu ishni qilaydi-chu. Biz nima qila olamiz? Men nima qila olaman?" degan narsa ma chatqib qilib dard hasrat. Mendagi huquq, manfaat, tashkilot nima degan bu inson shunday inson bo'lamdi. Meni siz Qozog'istonlik bo'ling, meni Qirg'izistonlik bo'ling, meni O'zbekistonlik bo'ling, meni siz vatanlik bo'ling. Hammamizning to'g'ri deyotgani Uyg'ur turklarining, Qozoq turklarining Türk'ün qina emasmi, musulmonning qina emasmi bu? Mana shu yaponlarga so'zladim, chexlarga so'zladim, zal degan liq bundan mana degan bo'sh yer yo'q. Anglab hur yig'lab ketdi shular. Nima uchun yig'laydi ular? Ularning bizga hech qanaqa ya musulmon emas, ya bir turk emas, ya bir uyg'ur, ya bir qozoq emas. Nima uchun yig'laydi? Bak ediniştik. Bizim Türklerimiz olsun, Avrupa'da kardeşlerimiz olsun, dilga bu milletine diyen muhabbet, vatanga diyen muhabbet sus ki. Özün yine tutan kıyırlışı işlenmeydik ya. Biz odasını taşımamız gerek. Allah kavminin başı zulmünü ekip olsun, burada kikiler, bir uygana da kısa. Yani ya, biz de yapıyorduk ya. Bu insan batak olmaydı. Allah halısı ben bir gün bir şey. Amanet de geldim size. Bütün işler olsun, yaşamadık mı? Müslüman kalkımı amanetine geldim. Ben ketime. Ne de ister doğru, beni başka yer. Kuramda bu şekilde ya. Ben türbanın içinde karışıklığa oldum, sıkıldım. Hayat kış için kıldım. Hayat kaldım bu andan yerküzdüm inşallah. Ben Müslüman'ın aldığımı, Uygur'un aldığımı, Kazak'ın aldığımı, Türk'ün aldığımı, ben Allah'a kalsın, Allah'ın aldığımı bana da atamıyorum. Bıçaklaşıp görüşüp hoş. Bıçaklaşıp görüşüp. Ben Allah'ın yüklüğe bağlanıp yerküzdüm. Hem ahramışlar şıkkından verdi benim ki inşallah. Şu kardeşlerim hürriyeti için, tabii bu yol cennet peda. Bu 49 Cenab-ı 8 özanlar ağır takmadık. Bölümde çok katılan kılındı. Anlamlı ki kardeşlerimler gibi bilmeyin. Neydi bunların ötesi oturmasın. Elbette her bir insan için özünün atanesi, kardeşleri tatlı, mamı tatlı. Kendi özü açık kız. Ne özel o atam, ne özel o anamı oynasam, onun için işte cüp kaldı gözde açılıyor, yıkılıp patlar oldu. Ne kıyamet kalmak görüşüm Allah'a bile. Ömer Akas'a hayat çıktı araysa mı? Sen çertemde Kazakistan'da. Çokun çıktı araysa. Ama biz bunu tamam. Her bir tamah yiyen çünkü biz için yaptığı için bu dua ettik olsun. Biz unutup kalmamışız. Nurgul Nandikat'ın rehberlerinden görüştüm. Ministerlerden görüştüm, muhbirlerden görüştüm. Ne deydi? Bu Kazaklar kandak hak, Uygurlar kandak hak deydi. Bu ne degen ne deydi? Ne degen desem? Bu sizler kardeşimler iyi çıkıp bu aklar sokuşu şunda yaxşı rol oynayalarsızlar. Hazır bütün teşkilatlar dünyadaki muhbirlerimiz Kazakistan olmak üzereydi. Türkiye'ye gelsek bir bunun deprem manasını ve şunun ballarına ayar kapkalıklık, ayarlarına kapkalıklık, ayarlarına kapkalıklık, atanağına kapkalık solaklık. Şu durumda sözler, bu arada bersiniz de oldu, sözler bersiniz buldu dese, geçiklik. Başka atanalar, başka sarınlarımız, başka bizim kardeşimiz emez mi onlar? Mevcut dünyanın nerede yaşayan? Kardeşimiz emez mi aşına? Demek bir insanların kalbi kirişki tuttu. Meyli Türkiye, meyli Avrupa. Uygur halkı kimge işiniyordu? Hayız taşlarla işiniyordu. Teşkilat emez, özünün yanındaki dostluğa işlenmegen, özünün bir mehalisteki kardeşliğe işlenmegen insan teşkilatla işlendi. Bizim halkımız hazır bu nesneler emez, bizi kütüvatkını, şu halkaran, şu avazımızı anlatıp, başlarını tutuluruşta birinci halkını tutulduraydı,
Vatan meselesi şunun haqida kelayotgan narsa bu. Men Facebook qarayman, WhatsApp qarayman. Bir azod qilib, bir rahbar prezidentlar, ministerlarni saylab, birisini jasuslayotgan, birisini munofiqlayotgan, bu nima degan? İnsaniy biz dunyoda bizdek bundaqmi? Qozoq bundaqmi Uyg'ur bo'lamdi deb haqim hayronman. Mening vazifam mana shuni tashlab olib emas, o'zim shaxsiy bir oddiy qozoq rasul sifatim bilan bu davoni dunyo anglashmoq bu majburiyatim. Qo'rqmamsan deydi. Bir inson Verik insanların nahaq qarashini men ichida tura olmayman. Men bir turk erkegiman. Men erkak o'sibdim bilan bo'lasini dunyo olishim kerak. O'ltirishni qo'rqmamsan. Men o'limga har qachon tayyor. O'rnaylik qilmoqchilar. Biz sizni ma da'vo keling, 1000 yevro berib, 2 ming yevro bilan so'ramadik. Tashlatdan so'ramaysizlar. Hech kim so'ramagan. Hozir şu en xatarlik o'rni millatning hayot mamoti, meni qozoq meni va turkning hayoti qilib tutayotgan vaqtda men nima qila olaman, nima qilsam degan savolni qo'yib turib qilgan qila olmaysiz. O'sha xizmat qilayotganda mana Shveysariya chaqirganda qanchalik unum bor bo'ldi. Buni unumni keyin ko'rsizlar. Shveysariya hukumatidan bu shaxslar masalasi bo'lsin, Uyg'ur masalasi bo'lsin, cho'qim yaxshi natijalar beradi. Bo'lanadimi shunda? Go'zallik ma'rif jamiyati kichkina sayohat qilib o'zini yo'llab beradi, bezak olib keldi. Shundaq cho'm bo'lib qo'zg'alib, intan yaxshi palata bo'lish oldida. Chexiya hukumatini chaqirib, ketadigan kunim o'zida Xaviyan jasuslardan yepishni Yaponiyada shundaq. Men o'zim navbatga foydalanishim, bizning narsamiz ko'tarib chiqadi bu. Xalqaro ishida texnik mukammal darajada. Siz tuxunim İkisi tutuklarda 3 sepet qalan adam zayıfmışsın deb siz yetib olsangiz. Voy men uyat to'xtamni atam o'tiramiz, atam o'tiradi, apam o'tiramiz deb men qasam olib men yetib olsam, bu yetib olsa, u yetib olsa, bu kim bo'ladi? Allah shu zo'rning dayini biz azod qilib bera. Azod qilganda ketamiz. Ya bo'lmasa Xitoy insof berib, o'ngishib qoladi. Atima baramayman, tuqqanini ko'ramayman. Xalqqa aytdim. Bu narsani unutmayman siz. Yeli butun qarindoshlaringizni ayrilib qabrsin topamaydigan holatda borasiz. Yeli o'sha umr voqea o'sha Shivesu singitismishan tuproqlar bor. Ikki yo'l bor. Boshqa yo'l yo'q. Alloh saqlasin, boshqadan vatanimizdagi bu o'rlik ya yo'qolish ya azodlik. Boshqa yo'l yo'q. Siz chaqirishyapganda har qanday Uyg'ur va qozoq terrorchisiz. Xitoyning ko'z qarshida. Uyg'urlar bo'lsangiz, qozoqlar bo'lsangiz terrorchisiz. Amaliyotda bu sizning hayotingiz o'zida siyosat. Siyosatda yashayotgan bir inson. Hargiz o'ylab qolmanglar, buni shohat tiqilib yetib olsin. Hech kim ko'rmasa, Xitoyning virsini ilib chiqarishni baradayim degan o'yni. Asla mumkin emas o'ylama. Unda qasman keyin qarashni yaxshi bilasizlar. Hozir Qozog'istonning Uyg'urlarning o'zini asla bilmaydi hozir. Faqat Xitoy bo'lishi uchun shirkatlarga ishlayotgan, endi shuni qipirdagan ba'zi tashkilotlarning Uyg'urlar kerak. Odatda Uyg'urlar bo'lsa, ularni kerakmaydi hozir. Kirgizmaklik. Men o yerda tuqqanlar bor, bizning ota-bobolar yerdiki, ular chatqinda men hamisha o'zim nimasi yuraman, unda qilmay qarindashlar. Bizning to'g'rimiz iqtisodda Uyg'ur, Qozoq, Turkning qini bo'lganligi xalqimiz o'ylab qo'yaylik. Mening sizlarga buni deydigan hech qanday nimam yo'q. Ammo mening tavsiyalarim shu, bir amaliyotga yetkazdim inshaalloh. Bundan keyingi bugun kechki uyquzni boshlab siz yastık qo'yishni qo'yadi o'ylab baqing. Nima ish qila olaman deb. Ovozingizni chiqarmasangiz, yeringizdagi bir 15-20 yevrozni chiqarib, biz da'voda ishlayotganlarga lipaq qilsa beraman. O 20 euro degan birtasi raqamdan qo'liga. 100 euro bir 2 kunlik bir chapani kiyapsiz 100 euro qapqal yeringizda. Ba'zida uf, xalqim xajlayotgan vaqtida bir rahatlanib uxlaysiz ya. Undan emasmi qarindashlar? Rahatlanib uxlaysiz ey. Xalqim yuvardan qiladi dedim. Shuni o'z bir yordam. Sen o'zing ota-onasi uchun, akasi uchun, singlisi uchun shuni qo'g'dishing, millatni qo'g'dishing.
Özünün ailesini qo'llashni o'zi millatni qo'llaydi. Birinchi o'zining oilasini boshlab qo'llash kerak. O'zining oilasiki Turkiyada ba'zi qarindoshlarimiz bor. Bir oy ichida otasini, opisini, ikkisini o'ldirib ketdi. Yana nima yurib o'ylab, qanday vijdon, qanday iymon bu insonniki. Qanday chidaydi? Men onamdan men chidamay yiqib ketdim mayadi. Qanday chidavatsa sen onasiga dedi. Unda xatlat ketmaydi. Sonra baba, Xudoning bergan bu rizq, bu rohat dunyodagi, yegan ishkinimizdagi, hayotimizdagi hamma sonra baba. Ma tirik vaqtimizda bermasangiz, qiyilganda berasiz, qiyilganda bermasangiz, yer asta ko'milgandan keyin asta so'ralib yetib ketman to'plab tashlagandan keyin so'raydi. Sana iymonni berdim, qabul qilmadim, tilingni berdim, millatingni berdim, sen nima ish qilding sen? Shu hayotda 3-yil sen umrmasdan nima ish qilarding sen? degan savol qo'yilmasmi bizga? Hozir xalqaro Amerika yolg'iz qilib bu da'voda. Xalqaro qo'llab-quvvatlashni qo'lga keltirolmayotdi. Har bir yig'inda chiqqanda nima deydi? Sizlar o'zingizning mamlakatda turishli mamlakatlarda shu da'vo bo'yicha dalil isbotlarni, ya'ni men falan tuqqanib so'nib ketdi, ya o'ldirildi. Menda o 20 yil 30 yil kesilgan bo'lsa-mu? Chunki u yer qarindoshimiz o'zingizlar bilasizlar 80-90% begunoh insonlar. Ular har xil badlarni chaqlab, majbur qo'l qo'ydirib o'lgich qiyin qisqartiradi. Kisibi tiklik. Aqsu, Xotan, Qashqarda shunday qog'ozlar akilib, to'ni 5 yil yuqorisi 20 yil ashta akib, ismini yozib to'nlar tiklik. Hozir to'mirchilar to'shib chiqqanlarmi? Ondan 20 inson to'shgan vaqtida avtobus biz bu kapalar akillik. Ko'rish turmaydi. 3 oyog'i bo'liklik A, B, C. Araliklarni ko'rish turuqliq. Ruhqalardan ayda bir qator aynak ta'minning ichida. Buni so'rashadi. Xitoy so'rashi kerak. Besirliklarcha mumkin emas. Ajdan so'rashsa, ben degandek ekchash kirdi sizga. Mana shu qonunlarimiz vaqtida 2 qatam odamlar kelgan. Aslida shu vaqtdan boshlab o'tkash boshlab 9-oydan boshlab 9-oydan 13 shunday esimda bor. Butun shu 5 mingdek odam o'tgan bormaydi. Shu aşağı o'tkapti ishlarga shu vaqtdan boshlab. Keyin 10-oydan keyin 21 ming o'tkadi, shunda o'tkash cho'ng 2 qatam odam o'tkadi. Dastlabki 6-oygacha kechasi kirgan bo'lsa odam tutishni 6-oydan oxirida 7-oydan boshlab tutib ketish kunduz. Mana uni ziyorat qilgan muxbirlarimiz qayta bordi, Qashqarga bordi, Qaramaga bordi, To'rtog'ga bordi. Ishonmaysizlar, men chiqqan o'zi tuzuk odam yo'q dedi. Butun ishlarni hammasi pechat urug'liq. Bugun ish qilyapti, bugun ishladi. Ustatiklar qapqa, hayot qapqalarni o'zimi vahima ichida meni qancha aytdi deganlar. So'rashsa ikki ishda odam bir narsa saqlay yaqib qo'ydiki, shu holatda. Bir-biriga salom saat, u tuqqan maqamga berganlar yo'q. Choy o'ynaymi? Yo'q. Başta pas chiqmalarga, kimlarga bo'ldi. Bir shaharni adami ikki bir shahar xizmatida ish qilolmaydi. Xitoylarning o'zlari nariza bo'lib namoyish qilishdan qilqilib, unda sen 200 ming qilding deb Xitoyning o'zini maqamlab tutdi Xitoy. Shu darajada razillik bilan bizning 70 yil tilimizni, dinimizni, madaniyatimizni, kulturimizni hech nimani yo'qotolmay, men boy bo'ldim hozir. Men siyosiy kuchim bor, iqtisodiy kuchim bor, dunyo xuruj qilganda, baland vaqtida nima bu? To'xtab turar. Men bir yo'l bir balonni amal ochib ishimni tub tazib etaman bo'lini. Buni 5 yillik planni qilib qo'yaman hozir. Men xalqlarning davransa bu unda yapma buni to'xtab deganimda to'xtatgan turi yo'q. Texnik kuchaytiradi. Men paslik ketgan ishim bo'lsa-mu, men baxam yo'q deb aytadi. Belli. Yo'qmas desanglar, yashayveringlar. Men gapim qattiqroq deydim. Bu har kim o'ziga loyiq javobni va savolni oladi deb o'ylayman. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Bugun mesha kelib to'xtamni qarindoshlar nima deb ko'ryaptgan, nima bo'lgan shuning ichida Allohga kapsizlar, Alloh rozi bo'lsin. Alloh nasib qilsa bu axborot so'qishida yana o'shqishimiz. Lekin mening bir tavsiyam, bu amaliyotni yetkazdim. Endi bu amaliyotga xiyonat qilamsiz va yoki chatqo'ja yashayveramiz, hayot o'zingizniki. Inshaalloh. Shuning uchun qo'limizdan kelgancha bir ovozimizni chiqarsa, ovozimizni chiqaraylik. Ishimiz pulimizni chiqaraylik. Bilishdan vaqt keldi qarindoshlar.
Oylama sen, özüne şahsi adamlardan çıkıp taşlar kaldandan. Hemisi benim kardeşim degan narsani o'ylash kerak. Bir-birimizga muhabbat o'rnataylik, suhbatlashaylik. Bu xizmat dünya bilan bo'lmay o'tirmaslik, mehribonlik o'rgatgan sababida bo'ladir bu ishlar. Bir-biriga ishonmaslik. Shunday to'xtam, shu jasusmikin? Munofiqmikin? O'zidan o'zi hurkib, va badan demokratik erkin dunyoda yashayotdi. Ruh yana shu o'rimchi qashqarqotdan yakanda. Unda bo'lmas kerak ey. Seni yashayotgan dunyo erkin dunyo. O'zing ichingdagi va so'zingni degina bir yerda ichilib yilib turib so'zlab ola. Bir normal badan rohatlanadi. Nima degan siqliq hayot bu? O'zing ishligin dalanmay, shu yani yig'ilsam o'tgan ichgan yig'lab kerak emas. Qarindashim, choy ish, mungdash, sirdash. Dadash biz nima qila olamiz bugun? Biz nima qildik bugun? Nima qila olamiz? Bizni xalqimizni bizdan nima kutyapti? O'ylab chiqish kerak odam degan. Endi buni oxirgi tavsiyam, men qanday Uyg'ur bo'laman, men qanday qozoq bo'laman, men nima qila olaman? Nima qilishim kerak degan narsa bo'yicha hayot yashasanglar, Alloh xaslida cho'qim muvaffaqiyat qozonamiz, hurlikka erishamiz, urug' tuqqan qarindoshimizdan xotirjam ko'rishib, bag'rimizga bosa olamiz. O'lib ketgan bo'lsa qabr sevara duoni qila olamiz. Agar bugungi o'sha javobni bo'yingizga olmay aylanmaysangiz, uni o'ylamasiz, qabrisini topolmaysiz, atil basini yuzini tukurdi qarindoshingiz kerak bo'lsa. Bundan so'zim tugadi. Hammalardan Alloh razı olsun. Assalomu alaykum. Ömerbek Ali Aka'dan Allah razı olsun. Ömerbek Ali Aka hammalar bilgenge o'xshash Xitoy kommunist mustamlikcha alvasitlar qurgan jazo lagerlaridan tirik chiqqan 3 nafar shahidlarninki birisi. Hindistonning ayollari iffat nomusi bo'lgan vaqtda bir yerdan o'zini etib elib yoki bo'lmasin o'zini o'ltirib elib urug' tuqqanlari bilan asla kurashmaydi ekan. İffat nomusi buzilgan bir ayol urug' tuqqanlari bilan kurashish nomus deb qaraydi ekan. Ammo biz Uyg'urlar nima bo'ldik? 67 necha yildan beri Sharq Turkistonda Xitoy kommunist mustamlikcha alvastilari iffat nomusimizga tegib Ammo yana qo'rquv hujrasidan chiqolmayotimiz. Xitoy kommunist mustamlikcha alvastilariga sen xato qilding deb yuziga qarab deyolmayotimiz. Xuddi Xitoy kommunist mustamlikcha alvastilari bizning ruhimizni sug'urgandek yoki bizni harakat qilsaqla o'ltirib o'tadigandak har doim dardlarimizni yushirib keldik, ichimizga tiqib keldik. Endi sayrashning, nola qilishning Xitoy kommunist mustamlikcha alvastilarining abdibashirini xalqaroga pash qilishning, jakolashning vaqti yetib keldi. Mana bu harakatninki beshi Ömerbek aka. Azroq so'zingiz bormi aka? Mana ko'ringlar, mana shu holatda mana bataqsan o'zlari endi men qo'lga surqamishimda bunda enishib bansiz mana shunda yapildiqdek shunda. Men chiqqan vaqtida 15 minut ishim davomlay qoldim 5-chi. 8 oy shunda yashab bu hamma qiyra yash demaydi bu eshaklar. Qiz o'g'il demaydi. Shunda holatda yotgandimi? Men yer yetib chiqqan bir suratimni ko'rsatib olaman zanjirlik shu holatda mana shunda. Buni varam sen tomoq yem nimish qilsam, shu holatda yashashga majbur buning ichida. Ben sözümün oxirida desam bir narsa unutib qolibman. Qarindoshlar, bu hayotda men 3 narsani o'rgandim. Ya'ni bu o'lim lageridan chiqib o'zini eng kuchlikman degan dushman oldida qanday bir o'tirishni o'rgandim men ishonsanglar. Qanday o'tirishni dushman oldida. Ikkinchisi o'lim lageridan chiqib men yashashni o'rgandim. Aslında qanday yashashni o'rgandim. Uchinchisi bir odam bo'lishni o'rgandim. Biz odam bo'laylik. Birinchi odam bo'laydi. Men odamga deb turingiz qarab odam deb o'ylamang. Odamning shart o'lchamlari bor. Birinchi odam bo'laydi qarindoshlar. Alloh hammalardan rozi bo'lsin.